turishini qizil bo'lgan. Quyoshni botishi. Mana manzara. Oxirigacha olaman men. Botguncha. Haqiqiy qizarda. Ashya qizardi joyda. Ana buni qarang oğlum. Yo, tagidagi qizilini qarang uni. Xuddi dengizga botib turganga o'xshaydi. Dengizda ana qarang. Borgan sari tepaga yuryapti qizili. Mo'jiza. Ashya qizardi. Yo'q, turishini qarang. Mana qarang. Menda telefonda endi qarang. Bo'lsa aka. Yarmigacha qizil bo'ldi. Vaqda yoppa qizardi. Yo, menda yarim, uni qarang usta. Telefon chiqishini qarang buni. Tepa chiqib ketgan. Uni qarang qizildi. Chiqib ketishini. Baxil o'chara qo'yibman-da u. Besh Oppoq bo'lib turibdi endi. Yo, mana ha, chinday qoldi. Ana endi qizil olmaga o'xshadi mana endi. Ana qarang, qizil olma bo'ldi. O'zi kirib man ketyapti aka. Burchoyda, burchoyda. Kirib ketyapti. Burchoyda qoldi. Biz aytaylar shu quyosh chiqib botishini kuzatgan chiqqandik bugun mana haqiqiy quyosh ana buni qarang. Ana buni qarang, qip-qizil olma bo'ldi mana. Qip-qizil olma bo'ldi mana. Ana endi zo'r bo'ldi. Tepasida bulut qarang, toqqa o'xshagan. Endi oppoq ko'rinyapti, qarang. Endi sabr Siz jinday vog' o'chirib qo'ydingiz-da. Oppoqdi. Bu meniki o'xshamas. Insonni hayoti ham shunaqada qarang usta. Bir kun kelib shunaqa botadi hammaniki. Jinga sabrlamayapman-da, qip-qizil. Ha, o'sha teraklar orqasiga botyapti qarang. Ertaga bu quyoshni ko'rish kimga nasib qilar, kimga yo'q, ha? Xudo xolasa. Yaxshi niyat bilan tong ottiramizda. Qarang, qarang, qarang. Botishini qarang, botishini qarang, botishini qarang. Botishini qarang. Qarang, oxirigacha qarang. Ketishini qarang. Chiqib qoldi. Bor hali. Bor.
Yo'q bo'ldi. Ya, bor, bor, hali bor. 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 Jinday. Qarang-da, qarang. Telefon ushlab turibdi, hali bor. Tugadi deysiz. Yo'q, tugayo. Jinday. Ey Alloh, yetkazganingga shukr shunchalik qarang. Ana endi botdi haqiqiy quyosh.